Futbol akademiyasining territoriyasida yana ekskursiyamiz davom etyapti. Master ustozimiz Nuriddin Zarbdor futbol akademiyasining studentlariga ko'p narsalarni tushuntiryapti, hikoya qilib beryapti, aylantirib ekskursiya qildiryapti. Qiziqarli hikoyasi bilan qiziqarli ma'lumotlar beryapti. Hozir biz Do'stlik stadioniga kirib keldik. Bu yerda boya ustoz Nuriddin aytgandek 8 ta stadion bor ekan. Shulardan biri bu mana shu stadion nomi Do'stlik stadioni. Bu Toshkent viloyatining Do'stlik jamoasini eski uy stadioni bo'lgan. Aha. Hozirgi kunda bu stadion qaytadan to'liq remont qilinib 8000 o'rinli standart futbol stadioniga o'tkazildi. Hozirgi kunda Superliga, Pro Liga jamoalari shu yerda uy uchrashuvlarini o'tkazadi. Xususan Lokomotiv, Xorazm klublari o'tgan yili uy uchrashuvlari qilib shu maydondan foydalangan. Hozirgi kunda Pro Liga jamoalari G'azalken, o'zimiz Respublika futbol akademiyasi jamoalari shu yerda uy uchrashuvlaridan qilib o'tkazadi. Mana shu demak texnik zona deyiladi. Zaxiradagi o'yinchilar eslab qolinglar bolalar, texnik zona. Shu yerda o'tirib o'yinni kuzatib borishadi. 8000 o'rinli futbol stadioni bu. Aha. Mana maydon holati ham ko'rkam. Juda ham yaxshi holatda, haqiqatan ko'rkam. Nargi tomon ham texnik zona, ikkinchi komanda uchun bolalar. yo'qotdimi sizlarga? Ha, qani shu yerda futbol o'ynasakda. Futbolda doimiy shug'ullansanglar shu yerda futbol o'ynaysiz. Bu yerda futbolchilar anaqa razdivalkalar joylashgan. Aha. Yuringlar. Chaqir bolalarni. Tez bolalar, orqada qoldilaring. Hammasi shu binoda yotib, hozir shularni trenirovka qilgan anaqasini ko'rsatadi. Hozir sezon tugadi, faqat hozir FIFA kunlari bo'layotganligi uchun futbolchilar hammasi hozir o'zini oilasi bilan dam olishdi. Endi hozir FIFA kunlari tugagandan keyin 18-iyul sanasidan Superliga o'yinlari boshlanadi va asosiy chempionat boshlangandan keyin hamma futbolchilar yana o'zini klublarini bazalariga boradi. Demak, Abduqodir Husanov Angliyaga ketadi. Eldor Shomurodov Turkiyaga, Abbos Fayzullayev bilan qolgan futbolchilarimiz terma jamoaga. Mana bu yerda ko'rib turganingiz futzal majmuasi ham bor. Futzal bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi shu yerda mashg'ulot olib boradi bugungi kunda. Qanaqasi kiramiz? Sizlarga hozir nazmni ko'pini ko'rsataman. Yaxshi. Yopib tushadi. Oh. Mana. Yo'q, bu yerda cho'milmaydi. Salqin bo'lish uchun
boya ustoz aytdilar-ku, shu anhor nima qilingan? Futbol markazida o'tkazilgan. Jarang bo'lsa, ichida ariq bor. Nimaydi, mana ularning ichida. Ko'rmaganmisiz? Sezuvdi. Deb reklama qiladi. Sezuvdi reklama.